Hayit bayramiga o'zingizga hadya qilishingiz uchun hozir zo'r bitta krossovka obzor qilib beraman. Bu krossovkamiz yangi kolleksiya, yoz mavsumi uchun mo'ljallangan. Krossovkamizning 4 ta rangi bor. Birinchi rangini ko'rishingiz mumkin. O'rtoqli temniy siniy rangi, seri rang kombinatsiya qilingan, kamuflyajniy stilda qilingan, ko'rasizlar. Podoshvasini balandligi hozirgi kunda trendda va bu qizlarga juda ham qulaylik beradi. Eva podoshva setishning yoz mavsumi uchun mo'ljallangan. Ikkinchi rangini ko'ramiz o'rtoqlar. Ikkinchi rangimiz esa oranjiy rang bilan bejiy rang kombinatsiya qilingan. Rangi bitta baho berasizlar. Mana shunaqa noodatiy ranglardan tashkil topgan krossovka kiyadigan do'stlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar, albatta manfaatli bo'ladi. Uchinchi rangini ko'ramiz o'rtoqlar. Uchinchi rangi xo'p. Eng takrorlanmas limited edition bo'lgan. Shaharda ham ancha bu rangni topa olmaysizlar. Rangi qaranglar kombinatsiyasini. Svetli ko'k rang bilan och ko'k rang, mintol rang kombinatsiya qilingan. Past qismi saru ranglarning kombinatsiyasi zo'r bo'lgan. 4-rangini ko'ramiz o'rtoqlar. 4-rangi shu biz bilgan bazaviy qora rangi. Qora rangi ham derskiy chiqqan bunda. Pastlarini ko'rishingiz mumkin. Krossovkalarimizning ranglarini ko'rdinglar. Kommentariyada qaysi rang yoqqanini belgilab ketinglar o'rtoqlar. Bu krossovkalarimizni razmerlari e'tibor berasizlar 40 dan 46 gacha, 44 va 45, 46-razmerlari ham bor. Katta razmer keladigan o'qinglar bemalol kiyaverasizlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, narxi 1,50 ming so'm. Hozir Ramazon hayiti munosabati bilan barcha kolleksiyalarimizga 20% chegirma ketyapti. 20% chegirmada xarid qilishingiz mumkin.